Kanadadagi ikki kishilik huquq tashkiloti Kanada hukumatining Uyg'ur majburiy emgiga chetilgan Xitoy dengiz mahsulotlari shirkatlariga jazo qo'yishga chaqirgan. 7 dekabr kuni Kanadadagi Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishi va kishilik huquq harakati guruhidan iborat ikki tashkilot Kanadaning yer shari ishlari ministrligiga doklad sunib, ulardan Uyg'ur majburiy emgiga chetilganligi isbotlangan 7 Xitoy shirkatining mahsulotlarining Kanadaga kirishini cheklashni talab qilgan. Ular hukumatga yo'llagan bu taklifni qonunsiz dengiz harakati nomli mustaqil tadqiqot organining yaqinda e'lon qilingan dokladiga asosan tayyorlagan. Bu organ bu yil 4-oyda 4 yillik tekshirish natijasida oz deganda 10 Xitoy dengiz mahsuloti shirkatining Uyg'ur majburiy emgiga chetilganligi, Shimoliy Amerika bozoriga kirayotgan dengiz mahsulotlarining zo'r qismining Xitoydan keladiganligini oshkorlagan edi. Xitoy doiralarining atalmış masjidlarni birlashtirish nomida Tungallarning masjidlarining sonini zo'r ko'lamda azaytganligi xalqaro taratqularning diqqat nuqtasini qo'zg'amoqda. Amerika ovozining 6 dekabr xabar qilishicha, bu yil 8-oyda Makkaga hajga borgan Yunnanlik Ali ismli Tungan muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoy rejimining atalmış masjidlarni birlashtirish nomida nurg'unlagan masjidlarni taqovatganligini oshkorlagan. Onun deyişçe yerlikdeki nurgun kichik masjidlar taqilish taqdiriga duch kelgan. Aslida har bir kentda birdan masjid bor bo'lib, atalmış masjidlarni birlashtirish harakatida nurgun masjidlar o'chitilgandan keyin qoldirilgan masjidlar mo xirisga duch kelmoqda ekan. Bu yil 11-oyning oxirida Xalqaro inson haqlarini kuzatish tashkiloti Xitoyning ko'plagan masjidlarni taqovatganligi haqida doklad e'lon qilgan bo'lib, dokladga asoslanganda Xitoy rejimi Ningxia va Gansu o'lkalarida atalmış masjidlarni birlashtirish harakatini yo'lga qo'ygan bo'lib, diniy faoliyatlarni cheklagan. Malaysiyada ziyoratda bo'layotgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan birlik bosh kotibi Abdurashid Aminaji 9 dekabr Malaysiya poytaxti Kuala Lumpurda o'tkazilgan Malaysiya Akademiyasi Ma'rifat tashkiloti, Musulmon yoshlar harakati, Malaysiya musulmon o'quvchilar mamlakatlik jamiyati qatorliq 3 tashkilotning 7-qitimliq umumiy yig'iniga qatnashgan. Mazkur 3 cho'ng tashkilot Malayziyada zo'r ta'sirga ega tashkilotlar bo'lib, murosimga Malayziya Tashqi ishlar ministri, Diniy ishlar ministri, Malayziya siyosiy yo'llari, chet el diplomatlari va ommaviy tashkilotlarning vakillari qatnashgan bo'lib, Uyg'urlarning vaziyati va takliflari haqidagi bir doklad topshirib berilgan. Amerikaning Osiyo Tinch okean rayonidagi ta'sirining kunsiri kuchayishiga qarshi Xitoy o'xshash siyosiy tuzilmaga ega Vyetnam bilan ideal munosabat va strategik munosabatni mustahkamlashga urinmoqda. Yegilishicha, Xitoy prezidenti Xi Jinping ertadan boshlab Vyetnamda 2 kunlik rasmiy ziyoratda bo'ladi. Bu Xitoy rahbarlarining 6 yildan buyon tunji qatim bu qo'shni davlatga qilgan ziyorati bo'lib qoladi ekan. Xi Jinping ziyorat jarayonida Vyetnam Kompartiyasining bosh kotibi, shundaqla prezident, bosh ministri Pham Minh Chinh va parlament boshlig'i Wong Din Ho bilan ko'rishdi ekan. Filippin bilan Xitoyning Janubiy dengizdagi jiddiyligi hafta oxirida eng yuqori chekka yetdi. Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat atriti tarqatgan sillarda ko'rsatilishicha, Xitoy paraxotlari Singapurdagi baliqchilarga va 2 Tomas orolidagi kichik qarovulxonaga yetkazish vazifasi ijro qilayotgan Filippin paraxotlariga suv zambirki bilan hujum qilgan. Filippin Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xitoy bosh elchisining bu masala to'g'risida ministrlikka chaqirilganligini bildirdi. Bayonotchi muxbirlarni kutib olish yig'inida qilgan so'zida Xitoy bosh elchisi Huang Xilanni Filippindan qo'g'lab chiqarishni o'z ichiga olgan tadbirlarni astoydil o'ylashganligini aytdi. Shotlandiya bosh ministri Hamza Yusufning Arab Birlashma xalifaligida o'tkazilgan klimat boshliqlar yig'inida Turkiya prezidenti Erdo'g'an bilan ko'rishishi inkas qo'zg'adi. Angliya Tashqi ishlar ministri David Cameron Shotlandiya bosh ministrining Angliya amaldorlari hamroh bo'lmay turib Turkiya prezidenti bilan ko'rishganligiga qarata Shotlandiya ministrligiga Tashqi ishlar ministrligining qo'llashini qaytarib oladiganligi to'g'risida tahdid solgan.
Kamerun Hamza Yusuf rahbarlik qilgan Shotlandiya Milliy partiyasining tashqi munosabatlar kotibiga xat yozib, Yusufning Erdo'g'an bilan G'azza va boshqa masalalar to'g'risidagi muzokarasining kelishimga xilof ekanligini aytgan.